Hurmatli tomoshabinlar, aziz otaksonları, onaksonlar. Siz bugun videoning boshidanoq pensiya jamg'armasining yangi buyrugi ortidan mehnat stajingiz qanday, yongin kabi yonib, nafaqangiz qanchalik xavf ostida qolayotganini va bu adolatsizlikka qarshi qanday kurashish mumkinligini aniq va ravshan bilib olasiz. Bu shunchaki ogohlantirish emas, bu akka taqantma denib tantishini. Haqiqiy favqulodda holat. Pensiya jamg'armasi to'satdan qo'l ostidagi barcha eski ishlarni, ya'ni 1990-yildan 2005-yilgacha bo'lgan davrni qayta tekshiruvdan o'tkazishni boshlagani haqidagi xabar butun mamlakat bo'ylab yashin tezligida tarqaldi. Yoki qaysidir gayri tabiiy bir paytlar qog'ozga yozilgan sadoqat va halol mehnatning dalili bo'lgan hujjat, ya'ni eski ish joyingizdan berilgan o'sha oddiy qog'oz ma'lumotnoma topilmasa, o'sha yillik stajingiz shunchaki o'chiriladi, hisobdan chiqariladi. Bu degani siz umr bo'yi ter to'kkan, fidokorona mehnat qilgan yillaringiz oddiygina bir qog'oz parchasi topilmagani uchun manana shu dahshatli 877p yani 67p sonli ichki buyruq minglab qariyalarning hayotini ustin qilib yubordi. Allaqachon ba'zi bobo-buvilarimiz pensiyalari 450 ming so'mga kamaytirilgani haqida xabarnomalar olishmoqda. Bu nafaqat pul yo'qotish, bu butun umrlik mehnatingizga tupurish bilan barobar adolat va insoniy qadr-qimmatga qilingan hujumdir. Siz o'ylab ko'ring azizlarim, biz bir umr shu yurt uchun mehnat qildik, bolalarimizni tarbiyaladik, vatanimiz ravnaqi uchun zarracha bo'lsa ham hissa qo'shdik. Aksir bizning bobo-buvilarimiz, otakson, onaksonlarimiz qancha qiyinchiliklarni boshdan kechirdilar. Qora mehnatdan, paxta dalalaridan tortib, zavod fabrikalargacha, o'qituvchilikdan tortib, shifokorlikka qadar har kim tavan endi unekkeron har bir kasb egasi o'z yillarini shu yurtga bag'ishladi. Ularning peshona teri bilan qurilgan binolar, ishlab chiqarilgan mahsulotlar, o'qitilgan avlodlar qanday qilib bir buyruq bilan yo'qqa chiqarilishi mumkin? Qani bizning yigitlik g'ururimiz, qani o'sha qariyalarga hurmat degan qonimizga singib ketgan qadriyatlarimiz aksir qonunlarda, hatto konstitutsiyamizda ham inson huquqlari, xususan pensiya ta'minotiga bo'lgan huquqlarimiz kafolatlangan-ku. Bu nafaqat qonunbuzarlik, bu ma'naviyatimizga, urf-odatlarimizga qilingan zarbadir. Agar siz ham suddi shunday his qilsangiz, agar siz ham bu adolatsizlikka befarq qaray olmasangiz, marhamat hozirning o'zida bu videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Chunki faqat birgalikda, bir musht bo'lib harakat qilsakkina bizning ovozimiz eshitiladi, bizning haqqimiz tiklanadi. Bu yerda siz faqat ogohlantirish emas, balki qonuniy himoya yo'llarini, har bir qadamda sizni kutayotgan govlarni qanday yengib o'tishni ham o'rganasiz. Biz sizga kerakli huquqiy bilimlarni muntazam berib borishga va'da beramiz. Azizlar, 20-asrning oksiri va 21-asrning boshlari, ya'ni 1990-yildan 2005-yilgacha bo'lgan davrni eslaylik. Bu qanday davr edi? Bu bizning mustaqillikka erishgan, iqtisodiyotimiz qiyinchiliklar bilan qayta qurilgan, ko'plab korxonalar o'zgargan, yopilgan, qayta ochilgan, xususiylashtirilgan, ba'zan esa shunchaki yo'q bo'lib ketgan davr edi. O'sha paytda kimdir fermer qso injat jabal digitlerigi kindikit soyda vosat içinde çok saptikit satta kimdir insatçıdır kichik xususiy korxonada, kimdir esa davlat korxonasining yangi tashkil etilgan bo'linmalarida ishlagan. Ko'pchilikning ish staji yozilgan mehnat daftarchalari tartibsiz bo'lib qolgan. Ba'zi joylarda umuman qaydlar to'liq kiritilmagan. Odamlar ertangi kun uchun kurashib, oilasini boqish uchun nimaiki ish topilsa, o'sha yerda ter to'kdi. Hujjatlar bilan bog'liq tartibsizliklar, qog'ozbozliklar o'sha davrning ajralmas qismi edi. Masalan, eslayman, bir otakson 90 yoshga yaqinlashib qolgan Muhammad bobo butun umri Paxta dalalarida o'tgan. Qishlogida uzoq yillar kolxoz raisining o'rinbosari bo'lib ishlagan. Lekin o'sha davrning chalkashliklari tufayli kolxoz xo'jaliklari qayta tashkil etilganda ba'zi yillardagi ish staji haqida arxivda kerakli qog'oz topilmadi. Bobo o'zining hayotiy yo'lini, qancha mehnat qilganini har bir hujayrasida his qilib turgan bo'lsa-da, rasmiyatchilik devoriga urildi. Endi uning pensiyasini 450 ming so'mga kamaytirmoqchilar.
aksir o'sha davrda hujjat yuritish bugungidek tartibli emas ediku. Pensiya jamg'armasi hozir bizdan o'zimizga tegishli narsalarni isbotlashni talab qilmoqda. Bu suddi bir insonning o'z yashash huquqini isbotlab berishini so'rash bilan barobar. Biz yashaganmiz, ishlaganmiz, jamiyatga foyda keltirganmiz. Bu fakt, bu tarixiy haqiqat. Qanday qilib endi bir ishki buyruq bilan bu haqiqatni inkor etish mumkin? Ayrim odamlar endi bu muammolardan chetda qoladi deb o'ylashi mumkin. Lekin matamanman masizizga tashkamman qavan izi aytay azizlar hechki pish konmachi pish azizye chikim kafolatda emas. Xususan 1990 yildan 2005 yilgacha bo'lgan davrda ish stajiga ega bo'lgan quyidagi toifadagi fuqarolar eng katta saf ostida. Birinchidan, o'sha davrda qishloq kisojaligida, ayniqsa kolksoz va sovksozlarda ishlaganlar. Bu kisojaliklar qayta tashkil etilgan, nomlari o'zgargan, ba'zilari yo'q bo'lib ketgan. Arxivlarda ularga oid ma'lumotlar ko'pincha to'liq emas yoki umuman yo'q. Ikkinchidan, ko'rsatishni xususiylashtirilgan kortson avashsam osap manap ma patla nerede udan dat satın pat as şiş iş pat asap pakşallegan korpa patent koplab davlat koksonalari xususiylashtirilgach, ularning eski hujjatlari yo'q bo'lgan, arxivariuslar tomonidan saqlanishi kerak bo'lgan ma'lumotlar e'tiborsiz qoldirilgan. Uchinchidan, o'sha yillarda yuridik shaxs maqomisiz faoliyat yuritgan turli mayda tashkilotlar, shirkatlar, kooperativlarda ishlaganlar. Ularda hujjat yuritish tizimi ancha past darajada edi. To'rtinchidan, doimiy ish joyidan tashqari vaqtinchalik yoki mavsumiy ishlarda band bo'lganlar. Ularning staji ko'pincha umuman rasmiylashtirilmagan. Mana Toshkentlik Dilfuza opamiz 1995 yildan 2003 yilgacha tikuvchilik fabrikasida ishlagan. Keyin fabrika yopilib, o'rniga savdo markazi ochildi. Hozir Dilfuza opaning tikuvchilik yillari stajidan chiqarilmoqda. Chunki eski fabrikadan o'sha davrdagi mehnatini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasini topish imkonsiz bo'lib qolgan. Har bir eshikni taqillatdi, hatto mahalla raisiga yig'lab dardini aytdi. Ammo hamma qo'l siltab qo'ymoqda. Pensiyasi 450 ming so'mga kamaygani haqidagi xabarnoma uning 450 ming so'mlik dorilari bilan birga keldi. Endi u qanday yashaydi? Bu nafaqat Dilfuza opa, balki butun O'zbekistondagi minglab insonlarning hikoyasi. Lekin savotir olmang. Shunday toifadagi pensionerlar ham borki, ularning pensiyasi oshirilishi mumkin. Kimlar ekan ular? Asosan mehnat staji to'liq hujjatlashtirilgan. O'z vaqtida barcha soliqlar to'langan va davlat tashkilotlarida ishlaganlar. Shuningdek, pensiya ta'minotiga oid qonun hujjatlaridagi o'zgarishlardan xabardor bo'lib, o'z huquqlarini himoya qilishni biladiganlar. Misol uchun, sobiq harbiy xizmatchilar yoki huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari ularning ishi davlat tomonidan juda aniq yuritiladi, hujjatlari tartibli bo'ladi. Lekin ular ham yillar davomida kiritilgan o'zgarishlarga e'tiborli bo'lishlari shart. Biz odamlar hayotning shuncha sinovlaridan o'tib, qadimgi madaniyatimiz va mehmondo'stligimiz bilan ajralib turadigan salq bo'la turib, nima uchun o'zimizni isbotsiz qoldiramiz? Oqsoqollarimiz, onaksonlarimiz, ular jamiyatimizning oltin ustunlari. Ularning har birining bosgan qadamida kelingan mehnatida shu yurtning kelajagi mujassam. Ammo bugun o'sha ustunlar tagiga pensiya jamg'armasining quruq qog'ozbozligi qurt tushirmoqda. Bu adolatsizlikka qarshi birgalikda kurashishimiz shart. Aziz tomoshabinlar, sizning hayotingiz ham shu kabi hikoyalarga to'la ekanligiga ishonchim komil. Siz ham umringiz davomida qancha qiyinchiliklarni ko'rgansiz, qancha mehnat qilgansiz, mehnat daftarchangizdagi harbiy yozuv ortida qanday hayotlar, qanday sadoqat yotibdi? Marhamat qilib kommentariyalarda o'z fikrlaringizni, shaxsiy tajribangizni, ayniqsa 1990 yildan 2005 yilgacha bo'lgan davrdagi ish stajingiz bilan bog'liq muammolaringizni yozib qoldiring. Sizning har bir hikoyangiz biz uchun qimmatli. Balki sizning tajribangiz boshqa birovga yo'l ko'rsatar, balki sizning o'g'rikingiz bizni yanada kuchliroq harakat qilishga undar. Shaxsiy ma'lumotlaringizni to'liq aytish shart emas. Ammo yoshligingizda qanday sohada, qaysi yillarda ishlaganingiz va qanday qiyinchiliklarga duch kelganingizni yozsangiz, juda minnatdor bo'lardik. Bu bizga vaziyatning umumiy ko'rinishini tushunishga yordam beradi.
So'sh bu vaziyatdan qanday chiqish mumkin? Pensiya jamg'armasining bu 450 ming so'mlik adolatsizligiga qarshi qanday kurashishimiz kerak? Sizni yolg'iz qoldirmaymiz azizlar. Mana sizga aniq tavsiyalar. Birinchidan, vahimaga tushmang. Vaziyat qanchalik bo'lmasin, har doim chiqish yo'li bor. Eng avvalo, pensiya jamg'armasidan pensiyangiz kamaytirilgani haqidagi rasmiy xabarnomani qo'lga kiriting. Unda nima uchun, qaysi asosga qo'ra kamaytirilgani aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Agar xabarnoma qilmagan bo'lsa, darhol o'zingiz yashayotgan tumandagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling va yozma tushuntirish talab qiling. Ikkinchidan, o'sha 1990-yildan 2005-yilgacha bo'lgan davrdagi ish joyingiz haqida ma'lumot to'plashga harakat qiling. Agar eski korsona saqlanib qolgan bo'lsa, u yerning kadrlar bo'limiga murojaat qiling. Agar korsona qayta tashkil etilgan bo'lsa, uning voris korsonasini toping. Agar korsona butunlay yo'q bo'lib ketgan bo'lsa, uning arxiv hujjatlari qayerga topshirilganini aniqlash kerak. Ko'pincha bunday hujjatlar viloyat yoki shahar arxivida bilan yalat yadada ya sasak aksaklalanadi yoki arxivga murojaat qiling va o'sha yillardagi ma'lumotnoma berishlarini so'rab ariza yozing. Ba'zida mahalliy mahalla fuqarolar yek-inlarida ham ma'lumotlar saqlanadi, lekin ko'pincha ularning qo'lida pensiyajam. Rasmiy hujjatlar bo'lmaydi. Lekin baribir ularga ham murojaat qilishdan erinmang. Uchinchidan, qo'lingizdagi mavjud hujjatlarni to'plang. Mehnat daftarchasi, ishga kirish va ishdan bo'shash haddiga va haqqa paqidagi bu pasarota ukatga kam ala ata naslalari oylik maoshlar haqidagi ma'lumotnomalar, hatto o'sha davrda to'langan soliqlar haqidagi kvitansiyalar ham foydali bo'lishi mumkin. Ba'zida g'ayritabiiy tuyulgan narsalar ham sizning foydangizga xizmat qilishi mumkin. Masalan, o'sha yillarda ish joyingizdan berilgan maqtov yorliqlari, mukofotlar, faksri nishonlar, bular ham sizning o'sha yerda ishlaganingizga bilvosita dalil bo'la oladi. To'rtinchidan, agar pensiya jamg'armasi sizning hujjatlaringizni rad etsa yoki kerakli ma'lumotnomani topa olmasangiz, sudga murojaat qilishdan qo'rqmang. O'zbekiston Respublikasining fuqarolarning pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunining 36-moddasida mehnat stajini sud orqali tasdiqlash imkoniyati ko'rsatilgan. Siz sudga ariza bilan murojaat qilib, o'sha yillardagi ish stajingizni belgilashni talab qilishingiz mumkin. Bu jarayon biroz uzoq davom etishi mumkin, ammo huquqiy jihatdan eng to'g'ri yo'l aynan shu. Sudda sizga o'sha davrdagi hamkasblaringizning guvohliklari ham yordam berishi mumkin. 2 yoki 3 kishi siz bilan birga ishlagan, hozirda pensiyada bo'lgan kishilarning guvohliklari katta ahamiyatga ega. Ular sud majlisida sizning o'sha yillarda haqiqatan ham ishlaganingizni tasdiqlab berishlari mumkin. 5-dan, har bir qadamingizni yozma ravishda qayd etib boring. Kimga murojaat qildingiz? Qaysi sanada? Qanday javob oldingiz? Bularning hammasi keyinchalik sud jarayonida yoki boshqa murojaatlarda sizga yordam beradi. Har bir hujjatning nusxasini o'zingizda saqlang. Aziz otaksonlar va onaksonlar, esingizdami? Videoning boshida pensiya jamg'armasining yangi buyrug'i minglab qariyalarning pensiyalarini 450 ming so'mga kamaytirayotgani haqida gapirgandim. So'sh endi savol tug'iladi. Siz ham shu yurt uchun umr bo'yi halol mehnat qilgan insonlar safidamisiz yoki pensiya jamg'armasi sizni ham o'sha o'tgan yillarda ish yo'qmas bo'lgansiz deb hisoblashini istaysizmi? Men ishonamanki, siz bu adolatsizlikka qarshi sukut saqlamaysiz. Javoblaringizni kommentariyalarda kutaman. 0 Sizning ovozingiz bizning kuchimiz. O'z haqqingiz uchun kurashing.